Assalamu alaikum. Aziz ve muhterem Şarkı Türkistanlık qarindoshlarım. Uzun bir aradan keyin huzuruңlarga chiqib qoldim. Allah hammanglarning her vaqtini xayrli qilsin. Hammanglarga Allah'ın güzel salamları olsun. Bugün qisqa bir video qilish uchun o'tirayotiman. Bu video niyet qilganimga qaraganda biraz kechikib ketdi. Aslida buni Sharq Turkiston surgundi hukumatining qurultiyidan keyinla qilmoqchi edim. Hozir kechikib ketdi. Sababi boshqa texmi jiddiy deyilgan ishlar bo'lib qoldi. Hammanglarning xabari bo'lganidek, bu yilgi davlat bayramimiz mezgilida Sharq Turkiston surgundi hukumatining 9-qurultiyi bo'lib o'tdi. Qurultay haqiqatan muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi manda desam, haliqi odatga aylanib ketgan bir so'z bor. Tantanalik ochildi, g'albilik yepildi, muvaffaqiyatli bo'ldi degan qiliplashgan. Buni shu turdan deb tushunib qolmanglar qarindoshlar. Bu qurultay haqiqatan muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu yıl asas qonunda belgilengen sandımı köprek milletvekili sayılmış bilen qanmay, qurultayga qatnashish sanımız mı köp oldu. Butkul Sharq Turkiston siyasi kurushining tarixida bir yenilik. Rahbarlik almışı intayin dostane samimi bo'ldi. Bunu yakın zaman tariximizdeki bir tunci deyishki bo'ladi. Yani Türkçe'de bir ilik deyishimiz mümkün. Eslasak, yaqinqi o'tmishlarimizni eslab baqsak, 92-yil o'tkazilgan Sharq Turkiston Milliy qurultayida Isa Yusuf reis bo'lib saylanmaganligi uchun sahnaga chiqib olib, jar sog'anligi haqida hikoyalar bor. Aslida uning ko'nglini ayab, yanada faxriy reislik berilgan bo'lsa-mu, lekin o sahnaga chiqib olib, "Mana bu kichik keladi, mana bu kichik keladi" deb faryod urib vaqirgan ekanmish. Dünya Uyg'ur qurultayining saylanlarida har doim jidal majra bo'ladiganligiga bir muncha shohidlar bor. Mansab talashi. Ahirki qitimlarning biridagi mansab talashgan g'avg'alarni ovozga olgan bir qarindishimiz mana avatibdi ekan. Uningda og'zini baksat buzib tillashgan ovozlar bor edi. Ahirki bo'linishdimi? Bölünüp çıqqanlar bilen qolganlar arasida majra, düşmanlik munosabatlari shakllangani sir emas. Bundan burungi surgun hukumat yadrosining almışlarını tinch o'tmagan. Xatolar tufaylidan hukumatdan qo'g'langanlarning hammasi degidek dushmanga aylanib, hukumatga qarshi fitnachilar qo'shuni bo'lib shakllangan edi. Va o'zini o'zi hukumat develishgan edi. Xuddi mansabdan tushsa yashayanmaydigandeklar. Bu qatim yangi hukumatda vazifa olmadim. Hatto millatvekilim bo'lmadi. Buning sababi aşı burunqi ko'pi hukumatchilarning mansabdan tushsa o'ladigandek qilib ketishgan qiliqlarga qarshi bir ulgi ko'rsatish havasim bor edi. Ben 2009-yılda namzat oluşqa, saylamga tushishga unamagandim. Şu chaqdala İsmaildek, Enver Yusufdek, Talib Atajandeklarga mansabdan tushibmi yashag'ili bo'ladiganligini ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Hatta degandim, meni qo'g'lab chiqarganliginglarni bir bayon qilsanglar.
Yani hükümetten cezalanıp qo'llab chiqarildi desanglar, texmi yaxshi bo'ladi. Men shundoq turibmi, endi hükümetning gapini qiysam va hükümet uchun ishlasam, haliqi mansabdan tushib o'ladigandek qilib ketganlarga bek yaxshi bir ulgu bo'ladi degandim bu sabdoshlarimga. Haqiqatan da mana shunday bir havasim bordi. Alaqa bicharalarga. Nima u qadar qilib ketadiganligini tushunishga tirishsaqmi, bir tuzukroq javob topolmaymiz. Chunki buningda bir manfaat yo'q. Bir kishi maosh vermaydi buningga. Dan aksicha yig'inga borsak, faoliyatga borsak, bu yerga yenimizdan kira qilib boramiz. Non olib yeydigan, bola boqadigan pulimizga. Talashadigan nima ish bor? Ya sen bekrak qamlashtirib yetadiganlarmi? Ya, onda oluşunmu natayin. Çünkü biz seni ko'rdik yıllardan beri. Deylik ki, Enver Yusuf'un qanchalik o'lmichiligini hammangiz ko'rib turibsizlar, bilib turibsizlar. İsmail'ning avvali bu o'tirliqda. Bekmen qamlashtirdim, hammandan demoqchi bo'lsa, onunga avvali yo'q. O halda nima? Birisini zorlatamdı, aqishda birisi bormi uni? Kontrollukni kullangal, kontrollukni qat'iy kullanılışın kerak deb bir xo'jayin tasmasini tutgan birisi zo'rlayapti. O'z-o'zidan ma'lum qarindoshlar. Uning uchunmi ularning ta'zini qo'ltig'idan tushirish uchun men mana shunday bir qilmoqchi edim. Oxiri muradim hosil bo'ldi. Mana ko'rib turganinglardek mansabdan tushdim, ammo yana yashayapman. Shundaqla hukumatimizga dushman bo'lib qolmadim. Yana hukumatni himoya qilaman. Bir Sharq Turkiston fuqarosi sifatida hukumatning amr farmonlariga bo'ysunaman. Ba'zi yaxshi ko'ngilli qarindoshlar da'vatgandek. Dushmanni xushal qilish uchun mansabdan tushmadim. Dushman yanada xushal bo'lolmaydi. Çünkü şu andaki hükümet tarixdeki her qanday vaqtdagidan kuchli, qobiliyatli yoshlar ko'paydi bu qatim. Shundaqla dushmanning zaharxandlik bilan hujum qilishlaridan qo'rqib ketibmi, mansabdan tushmadim. Çünkü dushmanning yuzi qalin. Men tushmasam, tushmaydigan nima ekan deb tillagan bo'lsa, tushgunimdan keyin gap topolmay to'xtab qolamdi. Yana biljirlaydi. Ko'rib turibsizlar. Çünkü hükümet Xitayning ko'ziga qadalgan mix. Hükümetni yo'qotmay yoki palaj qilmay turib, dushman xotirjam bo'lolmaydi. Bu isinglarda bo'lsin. Dushmanning qilmish atmishi aslida bir ibrat ayniga bo'ladi. Bu siyosiyda her zaman ashundaq. Dushmanning qilmish atmishi aslida bir ibrat ayniga. Lekin bu aynakka qarab turibmi bir aqlni xulosalashga yaramayotganlarning aqliga hayronman. Undan boshqa qancha hukumat, qaysi hukumat deb bilinmay gangirab ketadigan qitg'orlar, dushman ayg'oqchilari va ko'p sonliqi aqlini ijaraga berib yetib, kim nima desa shuningga bir tankash qilmasa olmaydigan turdagi sodda kishilar. Hammanlarga ma'lum bo'ldiki, bu yil Sharq Turkiston hukumati nomida birli yerda birli qurultay ochildi. Shunga endi heliqidek uqanmay qilishinglarning bek chinib qoladiganligini, bek sat turadiganligini aqlinglarga keltiringlar. Shunga zuvoninglarni yig'inglar. Hech bo'lmasa yangiroq bir o'yin qurishga tirishinglar. Burunqidek bilinmay qilishinglar bekli çenip kaldı. Çünkü yüzünü hükümet degenler dünyanın hiçbir yerde bir araya kilenmedi. Toplanalmadı. Boğası bulmasa 6 adam bilen boğası mı, bir körünüş bir işi için mi, kurultay açtık dep iddia kıyıdek bir yığılış ötküzenmedi. Çünkü bir tutturanmaydıganlıkını, yalgallarının mezi çubulup tikiş toxtamaydıganlıkını ko'ngli tuydi. Shuning uchunmi bekadan chiqim qilib
ma'lum davlatga berib avara bo'lishga petalanmadi. Anlasam torda bir necha soltek jahil unsur saylam qildik deb bir o'yin qo'yib taqqan o'xshaydi. Mana shunchilikla. Endi dushmanlar azaldan foydalanib kelgan yurtvozlik marzini aramizda taqitish urinmoqda. Bu aslida Xitoylar solgan vasvasidan iboratdi bu. Xitoylar tergan bunu bizning aramizga. Ba'zi qitug'urlar bilib turib buningga ovoz qo'shib dushmanga yordamlashmoqda. Shuni deb qo'yay. Burun bu hukumat tatishlikdan uchivardi. Endi bu yangi hukumatda ikkisi qoldi. Reislikning boshdan oxiri atishlikda bo'lishiga kelsak, bu mübbet numussuz tuhmat bo'lib, Ahmad Egambarda jimisarlik. Ahmedjon Osman Oqsuliq. Bugungi kelganda o'zini reis nomzodligiga ko'rsatadigan boshqa biri bo'ldimi? Buni so'rab bilibroq, bundaq fitnaga agashsanglarmi kechikmaysizlar. Yelimi bu ablahlardan shundoq so'rasanglar bo'ladi. Mayli hukumat ichida yoki sirtida siyosiy kimligida gumon bo'lmagan ma'lumotlarni layoqatli kiming bor? Bo'z ismini deb baq. Desanglar bo'ladi. Agar ba deyilsa, u ba bo'g'ichi nima uchun hukumatga ketilmadi? Buni so'rashga to'g'ri keladi. Endi ba'zilarning inkoslarida yana bir mazmun hukumat mansublari haqida baho berishga urinish. Bo'libmi qobiliyatsizlikda ayblashlar kelsak, to'g'ri, ba'zi qarindoshlar Xitoy sistemasining zaharxandaligi tufaylidan ko'p o'qiganmigan? Menga o'xshash. Lekin bir siyosiy maqsadli qurilmada sadoqat birinchi o'rinda, qobiliyat ikkinchi o'rinda turadi. Hatto shundoq bo'lishi shart. Undaq bo'lmasa, qobiliyatini deb dushman ayg'oqchilarini ekkirib olsangiz, nima bo'ladi oqibat? Siyosiy maqsad burunlanib patqoqqa ketib qolishi mumkin. Hammadan avval niyat. Bu har qanday siyosiy tashakkulda bo'ladigan prinsip. İkinciden, sen shuncha ular bilimli bo'lsang va shuncha ular ko'ngil bo'lguchi bo'lsang, nerede qalding? Bilimning tagida qoldingmi? Nima ish qilib qo'shilmading? Uydan kelmagan bo'lsang, yo sen bir munofiq, yoki sening niyatingda vatan ozodligi yo'q. Bundan deb kelayotganimdek, hukumat siyosiy davomizning eng to'g'ri tashkiliy qurilmasi bo'lib, shundoq bo'lg'achqida dushmanning suiqasdi hukumat ustiga markazlashdi. Mayli qanday qilmagan dushmanning dushmanligi, tuhmat o'qlari, haqoratlari to'xtab qolmaydi. Bugun bo'layotgan reallik mana shu. Chunki dushman bizning kelgusdagi harakatlarimizni bir qo'lliq kontrol qilish uchun allaqachon doimizni belgilab bo'lgan va chet elga chiqaribmi bo'lgan. Shu an aramizda u doyi nupuz tiklash bosqichida ketyapmoqda. Agar hukumat e'tibordan tushirilmagan taqdirda Xitoylarning mana shu shum plani, ya'ni bizga chet eldagi Uyg'urlarning bag'irlik harakatlariga eng ustida turadigan doyi tiklab turish shum plani amalga oshmaydi. Shuning uchunmi hukumat yo yo'qolish shart, yo ismi bor jismi yo'q. Burun chaqlardagi unutilgan holatiga kelishi shart. Qarindoshlar, aqlinglarni joriy qilinglar qarindoshlar. Xalqimizdagi savollash odatining bo'lmasligini obdan bilgan Xitoylar hech nima ko'rmagan qalanda degandek holatda bo'lgan bichorligimizni obdan bilgan Xitoylar kelgusdagi liderimizni muvaffaqiyatli to'litmoqda shu anda. To'litish bosqichi ketyapti. Mashhurlashtirmoqda. Hatta ularning haqida gumonliq nuqtalar ko'rsatib berilgan taqdirdimi xalqimizdagi nadonlik, ko'zkichilik tufaylidan bo'libmi tarafdor bo'lib olish va bu tarafga choplashib olishdagi g'altiligidan pakitlag'imi pisand qilmasligi Xitoylarning ishlarini qulaylashtirmoqda. Men bu fursatda yana xalqimizni diqqatga chaqiraman. Bagdonliq bo'lishlar, xalqaro sahnadagi muvaffaqiyatli o'yinlarni davomli so'roqlash kerak. Nima uchun? Deyish
va buningga javob topishga urinish kerak. Ba'zilarga bo'layotgan o'nkilishlarning tamoman ta'laydan emasligini yoki shu shaxsning bek bijiriklik ekanligidan emasligini aqlimizga keltirib, uning oqisidagi kuchni izlab beqish, o'ylanib beqishga chaqiraman qarindoshlar. Bugun mushunchalik so'zlayman. Balkim qisqa muddat ichida yana huzuringizga chiqib kelishim mumkin. Bu mening hukumat haqida deydiganlarim. Shunchalik keyingi suhbatlarda biz boshqa siyosiy mazmunlarda, ilmiy mazmunlarda, hatto adabiyot haqida suhbatlarda bo'lamiz. Hozircha Allohga emanet. Hammanglarning vatan uchun qilayotgan ishlarini Alloh muvaffaqiyatli qilib bersin.